Suriyalik olimlardan birisining bayon qilishicha, buningdan 40-50 yil burun Suriyalik bir kapitalist, ya'ni savdogar odam og'ir kasallab qolibdi. Odam Amerikaga berib, kasalni davolatmoqchi bo'lib, Amerikada kasalni şeyde tekshiribdi. Amerikalik doktorlar tekshirib ko'rgandan keyin adamga debdi, sizning bu rakkan, bu kasal endi eng oxirgi bosqichga yetib qolibdi. Badaningizning hamma yerga tarab ketibdi. Endi sizningki uzun bo'lsa 1 oy ömrünüz qolibdi. Şuna siz yutunuzu qaytib, qolgan ömrünüzden bahramand bo'lib, ko'ngil ochib, hayatınızı shunda oxirlashtiring deb tavsiya qilibdi. Shuna adam Allah nima taqdir qilgan bo'lsa shu bo'ladi. Allohning qazosiga, qadariga men rozi deb Suriyaga qaytibdi. Suriyaga qaytgan kuni nihoyatda bak yomg'ir yoqqan bir kunkin. Kirib uyga kirib 20 kun o'tib ketibdi uyda. 20 kunni shu uyda o'tkazibdi. Bir kuni nihoyat bir ichi siqilib, ko'ngilda bir rohatsizlik, ya'ni shunda bir ichi siqilib qolibdi. Shuning bilan men bir bog'chilarga aylanib kelay deb talaga chiqibdi. Uydagi voy siz nega borasiz? Yolg'iz. Biz bisimiz bir baraylı degan, yo'q, men yaqinga borma, uzoqqa ketmayman. Men bunday bir aylanib kelay deb chiqibdi. Ya'ni o doktorning degani bo'yicha o odamniki o'lab qolishiga 10 kun qolgan vaqt. Chiqib birdan mengibdi yo'lning bo'yida. Mengib biraz charchab, herib qolibdi. Qarasa kichik bir bog'cha. Shu bog'chaga berib, aşağıda bir o'rindiqda o'tirib demelib o'tirib olsa, yandaki ayndek o'rindiqda bir ayol bilan bir kishi paranglashayotgandek. Endi bu o'tirib ularning gapini tinglab qolibdi endi. Ayolga o taklif berdi o'g'il. Aşı ayolninki bedenini setish uchun pul vermekçi. Ayol deydi, ballarım uşaq, öyninki kirasını, icarasını vermesem bo'lmaydi. İhtiyacım çık, bana moşinçilik pulunu verseniz buladı dese, o yo'q, anda pul vermeyme. Cık o, anda pul vermeyme, mançilik vermen deydi. Ayol deydi, ya benim ihtiyacım bo'lmasa bunda qilmaydim men. Ballarım aç. Öyninki kirasını vermesem icarasını, öynin egesi meni chiqirib atdı. Ama biraz şefkat qilmam de. Diyen pulumni berang desa, yo'q, o bermayman deydigan. Shuni bilan o'tirib kelishmay, o kishi ketib qoldi ekan. Ketib qolgan ekan, adam birdan o'tirib ayolning qishqi bordi ekan. Berib, qizim, atidan qilishgan gaplaringizning hammani men tinglab qoldim. Siz nemishqa bunda badaningizni setishga majburlab qoldingiz degandan keyin, mening 4 bolam bor. Erim turmuga kirib ketdi. Hech qanday kirimim yo'q. Biz ko'na bir uyda o'tirayotdik. Uyning egisi ijarani to'lamadingiz deb chiqaryapman deb tahdid qilib turdi. Zaten 5-6 oylik ijarani to'layolmadik. Ahvolim shunday bo'lgandan keyin, ya mening bu yurtda hech qanday tuqqanim yo yordam qilgan adamim yo'q. Shuning men majburiy badanimni setishga majbur bo'ldim. Çünkü ben muşu halatimde haram mı bana halal buldu deb o'ylayman. Shunda holatim nachardi, shunda oldu degandan adam turib ketib, qizim, men sizga bir taklif sunsam qabul qilamsiz? Qanday taklifingiz bo'lsa men qabul qilmam o'sha holatda degandan to'xtang. Sizningki ballaringiz cho'ng o'g'ichilik, cho'ngib ishga kirgichilik, ishlab o'zining ninni tepib yegichilik bo'g'ichilik, men ashuningki turmushinglardan xabar topay, o'z ustimga olayman. Sizning birla shartim bor, bundan keyin siz badanimni sotaman deb qat'iy o'ylamang. O'zingizning nomusini saqlang. Shunga ma'qul demsiz? Albatta ma'qul deyman. Men majbur bo'lmasam men badanimni sotaman deymanmi? Degandan keyin sizningki shunda qilmayman deganingizga kim kepil bo'ldi degan, Alloh kepil bo'ldi. Allohning oldida men qasam qilmanki, bundan keyin men o'ylabman o'ltirmayman o ishni. Men hergiz
nomusumni satmayman. Allah'ның aldida men qasam qilman, so'zimda turman deydi ayol. Degandan keyin ma'qulmiz, men adresingizni yozib bering deydi. Adresini yozib evilib, endi siz keting, men sizni izlayman deydi. Şunun adam uyga berib, ko'ngli shunda bir echilib qoldi bu. Naydi rahat, shunda bir, ya'ni bir rahatlik his qildi bu odam. Shu xo'shalligida ishxonasiga bordi. Ishxonasiga berib bir parcha vasiyatnoma yozdi. Vasiyatnomada "Balalarım, men o'lib ketgandan keyin mushu adresga har oyning 5'ida mushu 5 kishiga yetkichilik manchilik pul olib bersizlar. Har oyda olib bersizlar" deb vasiyat qilib, o vasiyatni shu o'zininki xazinasi deymiz deylik. Muhim hujjatlarni pullarni saltgan shu sanduqqa sep qo'ydi ekan. Sep qap, undan keyin berib, pul elib berib, ayolninki balalarga yemek içmek, kiyim kechak, nurg'un bir narsalarni adamlar bilan birga berib, elib borgan. Berib, uyning egisiga o'tab ketgan 6 oylik ijorini va bundan keyin 3 yillik ijorini berib etgan. An oyliqi baqqal hamda kichik do'kon uyning oldidagi ashnodimi da qaziga elib turtgan ishlavamdi. Mesela yazdırıp qap, qaziga oladi, bir qancha oydan keyin pul topgandan keyin biritgandan da ishlavadi. Uning 5-6 oylik ayda to'plashib qapti ekan. Ash qazisining hammani o'chirib pulini berib etdi. Uningdan keyin yana bir kimlarda qazisi bor ekan, ularni berib etdi. Hammani berib etdi. Buningdan keyin hamda oyning 5'ida meni kuting. Oyning 5'ida men her ayning 5'ida sizga nimangizni pulungizni akib beraman deb shunda kelishib qaytib keldi ekan. Qaytib kelib bu odamda 10 kunlik ömrü qolgan, shu 10 kunlik ömrünü o'limni kutdi endi. 10 kun o'tib ketdi, hechim bo'lmaydi. Yana ayning 5'i keldi. Yani o'zi berib, oyog'i bilan berib o'zi ayolga shu oylik va'da qilgan pulni berdi. Yana ishim bo'lmaydi, yana ayning 5'i keldi, yana akib berdi, yana ayning 5'i keldi, akib berdi. Mushunda davom qilib 20 yil davom qildi ekan. 20 yil bu odam o'zi olib bergan shu ayolga va'da qilgan pulini. 20 yildan keyin bir kuni namoz bomdodga chiqib, namoz bomdod farz namozda turib, sajda qilgan yerda olamdan o'tdi. Shahid vafot bo'lib ketdi odam. Shuningdan keyin hamda o ayning 5'i ekan shu. Balları ta'ziya ishlari, o ish bu ishlar bilan bo'lib 5-6 kun o'tib ketgan. Dadasi vafot bo'lgandan keyin 5-6 kun o'tib ketgandan keyin dadasining ishxonasiga berib, hammasi birlikda shu nimani ochdi ekan. Xazinasini ochgandan keyin ashad bir parcha vasiyat chiqdi ekan. Vasiyatni o'qisa, her ayning 5'ida olib beringlar degan gapgan, ammo unga 7 kun o'tib ketibdi. Shunga darhol cho'ng bolasi dadamning vasiyatini amalga oshiraylik deb degan pulni elib ayolning uyiga bordi ekan. Berib ishni qilib, "Palani ayol sizmi?" degan, "Ha" degan. "Men palanning o'g'li, dadam mablag'ni sizga evetgandi" deytgan. Degandan ayol "Allah razı olsun. Dadыңызga men hozirgacha bütün balalarimga duo qilib turug'liq, shu yaxshiligiga duo qilib turug'liq. Dunyo va oxiratlik yaxshiligiga. Allah razı olsun. Mening cho'ng bolam ishga urinlash qilib 1 hafta bo'ldi, 7 kun bo'ldi. Şuna bizning hozir hacetimiz yok. Uğurlaşkan işten aldın pul berdi. Bizning ihtiyacımız yok hazır. Endi şuna ma pulni menden bekrak ihtiyacı var. Kişilerge bersin. Dadыңызga salam aytding, bizning rahmatimizni aytding. Dadыңызni biz qat'iy unutmaymiz, hamish duo qilamiz deytgan. Degandan o yigitning ko'zidan yosh to'kildi ekan. Şu nim bo'lding, dadam vafot bo'lib ketdi deydi ekan. Endi bu yerdagi bu qissadan ilinadigan ibrat hamda
Bu adamın ömrünü Allah Taala muşu kembegal ballarınki çoğu işe uğurlaşıp ukullarınki ihtiyacını kamdaydıgan boğuçluk uzatkan gap Allah Taala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bir hadisi var. As sadaka tutfi'u gadabur Rabb. Sadaka Allah'ın gazabını üçürdü deydi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davu merdakum bi sadaka. Kisellerinlerini sadaka bilen davalanlar deydi. Yani sadaka mı kiselini davalaşının usullerden bir usul.